Eron va Daniya Trampning keyingi nishoni bo'lishi mumkin. The Guardian. Pete Heges Maduraning qanday qo'lga olinganini aytib berdi. Neftsiz qolgan orol Kuba uchun so'nggi soat boshlandimi? O'zbekistonlik ayollar asosan necha yoshda oila qurmoqda? Venesuela prezidentini AQSh harbiylari osonlikcha qo'lga olish sabablari, ekspertlar izohi. Donald Trump inkori, Putin qarorgohiga zarba afsonami yoki axborot o'yini? Telefon qo'ng'irog'i ortidagi ogohlantirish Anqara nima uchun xavotirda? Eron va Daniya Trampning keyingi nishoni bo'lishi mumkin. The Guardian. Britaniyaning The Guardian nashrining yozishicha, AQSh prezidenti Trampning Venesueladagi harbiy operatsiyadan keyingi nishonlari Eron va Daniya bo'lishi mumkin. Venesuelada bir kechada sodir bo'lgan voqealar Eron va Daniya kabi hukumatlarni xavotirga solmoqda. Ularga qarshi Tramp radikal choralar ko'rishga tayyorligini bildirdi deb yozgan nashr. The Guardianning ta'kidlashicha, Tramp AQShning Erondagi hukumatga qarshi namoyishchilarni qo'llab-quvvatlashga tayyorligini allaqachon bildirgan. Daniya razvedka xizmati o'z navbatida AQSh prezidentining Grenlandiyani har qanday yo'l bilan nazoratga olish haqidagi bayonotlari tufayli AQShni xavfsizlikka tahdid deb atadi. Nashr ikkala mamlakatning NATO ittifoqiga a'zoligini hisobga olgan holda Tramp bu rejalarni aqlbovar qilmas deb hisoblaydi. Pete Heges Maduraning qanday qo'lga olinganini aytib berdi. AQSh mudofaa vaziri Pete Heges Madurani qo'lga olish va hibsga olish bo'yicha operatsiyaning yangi tafsilotlarini ochib berdi. U bu operatsiyani mukammal rejalashtirilgan deb ta'rifladi. Hegesning so'zlariga ko'ra, Madura tungi ko'rish ko'zoynaklarini taqqan ajoyib amerikaliklar bilan uchrashgan va ular kelayotganini faqat 3 daqiqa oldin bilgan. Pentagon rahbari shuningdek Venesuela yetakchisining rafiqasi ushbu operatsiyani samolyot ovoziga o'xshatganini aytib berdi. Aslida uning rafiqasi shunday dedi: "Menimcha tashqarida samolyot ovozini eshityapman. Ular hech narsani bilishmadi. Bilasizmi nega? Chunki bu zanjirdagi har bir bo'g'in o'z vazifasini mukammal bajaradi", deydi urush vaziri. F-jetlar va bombardimonchilar Venesuela havo mudofaasini zarba berib tozalagan. Shundan so'ng Delta Force nomli maxsus tayyorgarlikdan o'tgan harbiylar guruhi binoga yaqinlashgan. Prezident Trump Air Force One samolyotida harbiy operatsiya haqida jurnalistlarga shunday dedi: "Ular vertolyotdan tushdi va shu zahoti otishma boshlandi. Bilsangiz, vertolyotlardan biri jiddiy zarba oldi, lekin biz hamma narsani qaytarib oldik." Qo'shma Shtatlar rasmiylariga ko'ra, bir necha amerikalik askarlar ushbu operatsiya davomida jarohat olgan. Venesuelaliklardan esa bir necha kishi halok bo'lgan. Shuningdek, Maduraning xavfsizlik xizmatidagi 32 nafar kubalik fuqarolar ham vafot etgan. AQSh rasmiylarining ma'lum qilishicha, MRB xodimlari avgust oyidan beri Madura harakatlarini kuzatib kelgan. Jumladan, uning ichki doirasiga kirgan agent orqali muhim razvedka ma'lumotlarini olgan. Shu bilan birga Venesuela qirg'oqlarida katta AQSh harbiy kontingenti joylashtirilgan. Neftsiz qolgan orol Kuba uchun so'nggi soat